Assalomu alaykum texnika ishqibozlari va texnika kuzatib boradigan muxlislari. Mana bugungi texnikalarimiz sotiladi. Agar kimdadir sotiladigan texnikalar bo'lsa, yuqorida ko'rsatilgan reklama xizmat nomerlariga telefon qilib yoki Telegram, WhatsApp, Instagram, hammasidan bor ijtimoiy tarmoqlardan yozishingiz mumkin. Texnikangizni tez va oson reklama qilib beramiz. Obuna bo'ling, like. Birinchi texnikamiz sotiladi. Viktor Kombayn 2018-yil ishlab chiqarilgan Sholi barabani bor. 45 ming deyaptilar. Farg'ona Uchko'prik 90lik 550 64 39 97lik 596 37 00. Telefon qiling, bog'laning. Ishga tayyor turibdi, kamchiliklari yo'q. Endi keyingi texnika sotiladi. Kesaki 600 2011-yil ishlab chiqarilgan. Kelishamiz narxini deyaptilar. Farg'ona viloyatida 94lik 739 11 22 ishlagan videolar. Endi keyingi texnikamiz sotiladi. Traktor T28 traktori. Buxoro viloyati Qorako'lda ekan. 35 million deyaptilar. Komplekt. Kam bor kelishiladi. 94 918 68 28. Ko'rishingiz mumkin. Videolari ham bor. Kelishtirib beriladi. Texnikaning hech qanaqa aybi yo'q. Faqat olish kerak, minish kerak. So'z ishga tayyor. Endi rotorli kaselka 3 metr uradigandan sotiladi. 2016-yil ishlab chiqarilgan, Germaniyadan keltirilgan, bir kunda tekis 20 gektar uradi deyaptilar. 10 ming narxi kelishtiriladi. Yana Jizzax Zominda 93 298 46 57 telefon qiling, bog'laning. Mana urishib top-toza o'ryapti. Balovga shu. Umuman dashta qilgan yo'q. Orasida havo kiradigan ko'tarib tashlab ketyapti. Tashaklar orasiga havo kirib, qurishi tez bo'ladi. Endi keyingi texnika sotiladi. New Holland TT5 2018-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 15900, kelishamiz motochasi 5981. Holati yaxshi, omochi bilan birgalikda 90lik 173 08 08. Arzon bank. Mana traktorimiz holati. Balonlarimiz holati. Binan. Balonlar. Balon holatlari. Holatimiz. Hamma joyda.
O'sha yo'qotgan joylari yo'q, unchalik strashniy yo'qotgan joyi yo'q. Kuchlilarimiz. Bir tomonlama. Yo'q ishlaydi. Konditsioner ishlaydi, magnitofonlar ishlaydi. Hamma joyda xolos hammasi to'g'ri. Yurib turgan traktor akalar. Endi keyingi texnika so'zlar TT80 2010-yil ishlab chiqarilgan 35 million kelishiladi 97 166 04 99 244 16 86 texnika yurib turibdi. Hamma joy ishlaydi. Buxoro Qorako'lda ekan. Olish kerak, minish kerak ekan. Bu texnika hech qanaqa aybi yo'q. Endi keyingi texnika sotiladi. Kesaki 600 2011-yil ishlab chiqarilgan 25 ming deyaptilar. Kelishtirib beriladi. Pichoqlari, pachemliklari yangi 440 ot kuchga ega Farg'ona Qo'shtepa tumanida. 91 653 29 89 99 439 42 89. Endi keyingi texnika sotiladi. Belarus 1523 2018-yil ishlab chiqarilgan. Narxi kelsak 300 million deyaptilar. Kelishtirib beriladi. Jizzax viloyati Mirzacho'l 93 770 07 49 94 413 34 41 telefon qiling, bog'lang. Ishga tayyor texnika. Endi Case Magnum 255 sotiladi. Ermak lazerni planirovchik 4,5 metrlik sotiladi. Yili traktordagi 2008, lazerniki 2021 ishlagan motochasi traktorni 29 ming motochasi ishlagan. Holat zo'r, ishlab turibdi. 15 ming deyaptilar. Buxoroda 90 511 0303 telefon qiling, bog'laning. Endi TTZ MTZ traktorlariga 76 palos tayyorlab yasab berar ekan akalarimiz. 93 729 71 28 93 680 13 60 Samarqand Kattaqo'rg'onda. Endi keyingi texnika sotiladi. Belarus 80X narxiga kelsak 60 million kelishiladi. 99 558 09 35 texnika 100% soz holatda Jizzax Mirzacho'l tumani Gagarin shahrida. Telefon qilinglar. Tayyor videolari ham bor. Texnika soz holatda ishga tayyor, olasiz va minasiz. Bu yoqqa yaqinroq qilib. Ha? Endi pnevmatik selka sotiladi. Paxta va makka jo'xori va barcha dukkalarga, ekinlarga eksa bo'ladi. Faqat 40 ga chigit, paxta chigiti ekiladi xolos. Samarqand Pastorg'om 99 482 59 26 93 669 15 35 85 million deyaptilar. Kelishtirib beriladi, yana kami bor.